Dasturimiz davom etadi. Viloyatimizda karantin davrida aholining chorva mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash doirasida samarali ishlar tashkil etilmoqda. Jumladan, naslli chorva hayvonlarining bosh sonining oshirilishi go'sht, sut mahsuldorligiga bo'lgan talabni ta'minlashda o'ziga xos o'rin tutadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-yanvardagi chorvachilik tarmoqlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishining qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq viloyatimizda ham samarali ishlar tashkil etilmoqda. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasi hamkorlikda naslli qoramollar bosh sonini oshirilishiga doir qator seminarlar tashkil etilmoqda. Seminarlardan ko'zda tutilgan maqsad esa pandemiya sharoitida aholini go'sht sutga bo'lgan talabini to'laqonli ta'minlashdan iborat. Muhtaram Prezidentimizni chorvachilikka bergan imtiyozlardan yuqori qaror va qonunlar ishlab chiqilgan. Bu qarorlarda ijrosini ta'minlashda viloyatda olib borilayotgan ishlar natijasida dasturlar ishlab chiqilgan. Chetdan qoramol, nimalar, qo'y, echkilar olib kelish bo'yicha aniq bir ko'rsatmalar berilgan viloyat tashrifi davomida. Misol tariqasida mana Andijon qishloq xo'jaligi institutini tajriba uchastkasida o'tkazilgan maqsadda ko'rilgan seminarda Prezidentimiz chiqargan qaror tamoyillarini talabalarga to'laqonli yetkazish, uning natijasida ozuqa bo'lgan bazasini yaratish, undan ko'zlatilgan maqsad aholini go'shtga, sutga bo'lgan ehtiyojini tibbiyot me'yorlari asosida to'laqonli ta'minlash ko'zda tutilgan. Shuning natijasida biz agroinspeksiya xodimlari tomonidan bu yerdagi talabalar va institut o'qituvchilari bilan hamkorlikda amaliy ham nazariy jarayonda ish olib borilyapti. Keyingi yillardagi chorva naslini yaxshilash borasidagi islohotlar va ilg'or natijalar bu sohani rivojlantirishga ham asos bo'lmoqda. Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar oliygohi qoshida tashkil etilgan chorva tajriba xo'jaligida ham naslli chorva hayvonlarini parvarishlash borasidagi Italiya, Germaniya, Bolgariya, Avstraliya texnologiyalarini nazariy va amaliy tajribalarni o'rganishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Birinchi navbatda o'quvchilar tajriba xo'jaligi uchun o'quvchilarni olib kelib shu joyda o'rgatish maqsadida. Qolaversa, mana shu viloyatimizdagi oziq-ovqat programmasini bajarishda katta hissa qo'shadi degan umiddamiz. Hozirgi kunda olib kelingan pandemiya sharoitida ham 30 bosh qoramol olib kelganmiz shu yerga. Olib kelingan qoramolning 18 boshi tug'di. Bulardan o'rtacha 22-20 litrdan sut olyapmiz. Endi qolganlari ham hammasi tug'ish arafasida. Bu bizning sharoitimizga moslashishi juda oson kechdi. Bularni olib kelish yoz oylariga to'g'ri keldi. Endi imkon bo'ladigan bo'lsa, bu Avstriyadan kelgan hayvonlarni bahor yoki kuz oylarida olib kelinsa, yana ham sharoitga moslashish yaxshiroq bo'lar ekan. Birinchi navbatda bularning sut mahsuldorligi yuqori. Sut mahsuldorligi jaydari mollarning 5 litr, 6 litr sut bergan molda ham baqib yurib zavol. Lekin bularni berayotgan sut 22 litrdan beryapti. O'rtacha hisobda. 25 litr bergangacha bor hozir. Bu birinchi tug'ma. O'zi chorvachilik adabiyotlarida ham shunday deyiladiki, birinchi tug'ma mol eng pikka chiqqan vaqtda 5-chi tug'ish yoshda eng pikka chiqadi qoramollar. Endi shuni birinchi tuqqanda 70% sutni beradi. Hali bulardan ko'zlagan maqsadimiz yuqori. Mana shu jarayonni biz baqib ko'rsatib, tajriba xo'jaligi Farg'ona vodiysidagi sharoitda hayvonlarni fermerlarga boqish va mana shu chetdan keltirilgan naslli hayvonlarni asrash va parvarish qilishni o'rgatish maqsadida va talabalarga buni ko'rsatib, buni yanada kengaytirish maqsadida oziq-ovqat programmasini bajarish uchun katta hissa qo'shamiz degan umiddamiz. Darhaqiqat, izlagan imkon topadi deganlaridek, izlanib ish yuritayotgan vatan, yurt ishqi bilan yashayotgan tadbirkor, chorvadorlarimiz, ishbilarmon yurtdoshlarimiz borki, bugungidek tahlikali kunlarda ham oziq-ovqat dasturini bajarilishi borasida samarali ish tashkil etmoqdalar. Bu esa albatta dasturxonimizni to'kin, C vitamin mahsulotlarga boy bo'lishini ta'minlaydi.